Xudoga shukr, men Messiga qarshi o'ynamaganman, chunki u jarohat olgan edi. Uning omadi keldimi? Yo'q, mening omadim keldi. To'g'risini aytsam, u umuman xato qilmas edi. Biz mashg'ulotlardan keyin zarba berish ustida ishlar edik. U 100 tadan 98 ta gol urdi. Lekin men sizga aytsam, bu normal emas. To'p darvozabon Ter Stegenga qarshi. Men unga nemischada bola qolish Stegen desam, men qaytara olmayman dedi. Bu yerda hamma narsa Messiga o'yin bermaslik uchun edi. Zanetti, Motto, Cambiasso. Hamma Messi qaysi pozitsiyaga borsa ham o'sha pozitsiyada javobgar edilar. Biz bunday toifadagi o'yinchini 90 daqiqa nazorat qila olmaymiz. Bu juda katta individual talant. Siz uni nazorat qila olmaysiz. Men bilgan ikkita imkon bu 90 daqiqa chiqir himoyalanib iltijo qilish va ikkinchisi men to'pni olib qo'yishim kerak. Xudoga shukr, men Messiga qarshi o'ynamaganman, chunki u jarohat olgan edi. Uning omadi keldimi? Yo'q, mening omadim keldi. To'g'risini aytsam, u umuman xato qilmas edi. Biz mashg'ulotlardan keyin zarba berish ustida ishlar edik. U 100 tadan 98 ta gol urdi. Lekin men sizga aytsam, bu normal emas. To'p darvozabon Ter Stegenga qarshi. Men unga nemischada bola qolish Stegen desam, men qaytara olmayman dedi. Bu yerda hamma narsa Messiga o'yin bermaslik uchun edi. Zanetti, Motto, Cambiasso. Hamma Messi qaysi pozitsiyaga borsa ham o'sha pozitsiyada javobgar edilar. Biz bunday toifadagi o'yinchini 90 daqiqa nazorat qila olmaymiz. Bu juda katta individual talant. Siz uni nazorat qila olmaysiz. Men bilgan ikkita imkon bu 90 daqiqa chiqir himoyalanib iltijo qilish va ikkinchisi men to'pni olib qo'yishim kerak.